Otni mana bu yerga olib chiqishdan to'yib ketmadinglarmi? Bu juda ham zerikarli-ku. Keling, buni o'rniga biz otimizni yekiga olib chiqamiz. Raqib bizni jesh deb o'yladi, chunki bir qarashda biz farzand va filni yo'lini to'sib qo'ydik. Ammo hali hammasi oldinda. Raqib otni olib chiqib bizning piyodamizga hujum qiladi. Biz esa unga bitta emas, naqd ikkita piyodani sovg'a qilamiz. U uradi, biz uramiz, yana uradi va shu yerda biz raqibni azoblashni boshlaymiz va farzand bilan otga hujum qilamiz. Ot hech qayerga qocha olmaydi, chunki farzand uni ochmasga qo'ygan. O'zini otini albatta himoya qiladi va shu yerda biz jesh otimiz bilan raqibni farzaniga bosim qilamiz. Agar farzand mana bu yerga qochsa, vilkadan yutib olamiz. Shuning uchun u farzandni yebishga olib kelib otimizga hujum qiladi va mana shu yerda biz ikkinchi otimizni chiqarib uni himoya qilamiz. Piyodani olib chiqsa, biz bunga e'tibor bermaymiz va farzandga mana bu piyodamiz bilan hujum qilamiz. Farzand uni ochko'zlarcha uradi va mana shu yerda biz otini yeymiz. Raqibimiz otimizni xuddi qazi yegandek sekin urib oladi. Lekin bu dunyoda hech narsa tekin emas, azizlar. Chunki biz ham ot bilan, ham farzand bilan shoh beramiz. Shoh yagona qochadigan joyi bu D8 katagi. Bundan keyin esa biz farzand bilan yana shoh beramiz. Shoh qochgandan keyin esa qirolichani yeb qo'yamiz. Agar shaxmatni yanada yaxshiroq o'ynashni xohlasangiz, izohlarda chess deb yozib qoldiring.